Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan Delis Komilov. Xo'sh, bugungi videomizda sizlar bilan Dynamic Stars playerlarini ochamiz. Bitta ochamiz, agent, qizil agentni ochamiz va kim tushadi o'shani ko'ramiz va uni o'yinini ko'ramiz, darajalarini ko'rib chiqamiz. Qanday bo'lsam ketdik. Xo'sh, biz Dynamic Stars playerlariga kiramiz va bu yerdan bosamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Ketdi do'stlar. Abduqodirov Santusdek o'sha 8 ta ajoyib o'yinchilar yaxshi bo'lardi va bu aniq Husanov emas. Xo'p, kimni bo'lishi mumkin do'stlar? Bu menimcha himoyachi ekan do'stlar. Xo'p, menga himoyachilar kerak emas, lekin bu kim bo'lishi mumkin? Bilolmayapman yuzidan ham. 88 tezligi bu ajoyib va bu Laymer. Laymer do'stlar, ha. Yomon emas do'stlar. Xo'p do'stlar, bizga yangi qizil kartali playerlardan Laymer tushdi. Mayli, lekin yomon emas. Xo'sh, bo'lmasam biz buni o'ynashib ko'ramiz. Qani bo'lmasam ketdik. Xo'sh, tarkibimizga bo'lmasam qo'yamiz Laymerni. Laymerdan keyin mana bu yerda Kuboni ham qo'yamiz do'stlar. Xo'p, biz o'ynashni boshlashdan oldin bitta ma'lumot berib o'taman. Xo'sh, bugun soat 7:00 da O'zbekistonga qarshi Kolumbiya o'yin o'tkazdi. O'yin 3-1 hisobda yakunlandi. Jamoalar yaxshi o'ynadi va Luis Diaz ham albatta ajoyib o'ynab, bitta gol, bitta assist amalga oshirdi va O'zbekistondan jahon chempionati bo'yicha birinchi golni Abbosbek Fayzullayev urdi. Lekin mayli 3-1 hisobiga mag'lub bo'lgan bo'lsak ham, hali oldinda ikkita o'yin bor. Portugaliya va Kongo bilan o'yin bor. Unda hammani ko'ramiz. Chempionatlar o'yin qanday bo'ladi? O'zbekistonga albatta ishonamiz. O'zbekiston o'z terma jamoasini hali cho'qqilarga olib chiqadi. Xo'sh, bo'lmasam biz videomizni boshladik. Xo'sh, videoni o'ynashda yana shu o'yin haqida gapirib o'taman. Ketdik. Xo'p, ovozlarni keltirib olamiz. Boshladik. O'yin yomon bo'lmadi. Birinchi taymda kolumbiyaliklar bitta gol urib ketdi. Keyin ikkinchi taymda o'zbekistonliklar urdi va yana keyingi daqiqada bitta urdi Luis Diaz. Keyin hisobni tenglashtirish maqsadida xatabir O'zbekiston harakat qildi, lekin oxirida bitta kolumbiyaliklar urib ketdi. Oxirgi daqiqalarda edi. Keyin O'zbekiston yana hisobni xatabir qisqartirish maqsadida 3-2 qilish maqsadida o'ynashayotgan edi. Lekin vaqt tugadi, qilisha olmadi. Yomon bo'lmadi o'yin. Abduqodir Husanov sariq kartochka oldi. Luis Diazni jarohatlamoqchi edi, lekin sal jarohatlandi Luis Diaz. Oqsoqlanib yurganini ko'rdim men. O'sha endi 23-iyun kuni Portugaliyaga qarshi O'zbekiston bo'ladi. Endi uni ham ko'ramiz. Kim yutishini yana bilmadim, lekin bu yerda favoritini albatta Portugaliya, lekin chunki Portugaliya kuchli hammasi bo'yicha endi O'zbekistonga omad tilaymiz. Endi biz O'zbekistonlik bo'lganimiz uchun O'zbekiston yutsin deymiz. O'zbekistonga omad tilab qolamiz. Albatta cho'qqilarga chiqadi O'zbekiston. Xo'sh, bu yerda Laymer ning xatosi. Menimcha O'zbekiston agar O'zbekiston shu raund 16talikka chiqishi uchun nima qilish kerak do'stlar? Kamida Portugaliya bilan durang o'ynab, Kongoni yutish kerak do'stlar. O'shanda to'rachko to'playdi va keyingi bosqichga o'tish mumkin. Ko'p foizlar bilan do'stlar. Xo'sh, biz davom ettiramiz o'yinimizni. Haligacha gol urmadik. Laymer. Endi Laymerdan ko'raman o'sha 8 ta o'yinchi yoki Abduqodir Husanov tushishiga intilgandim. O'sha hamma DLC blogerlari Abduqodir Husanov tushirdi. Faqat bittagina men qolib ketdim, adashmasam. Abduqodir Husanov hali ham tushmabdi menga do'stlar. Xo'sh, tez orada Abduqodir Husanovni ham endi tarkibimizga solib olamiz. Agar O'zbekiston raund 16talikka chiqsa, endi Abduqodir Husanov 85 kartochkaga ega bo'lardi.
Men buni juda ham xohlayapman do'stlar. Kimga qanaqa bilmadi-u, menga Abduqodir Husanov juda ham kerak, zarur player. Albatta do'stlar. Xo'sh, biz davom ettiramiz. Rafinha Dembele'ga hisobni bitta ochib qo'ysak bo'ldi. Gol bo'lmayapti. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. 5000 ta bo'lishimiz kerak. Albatta 5000 ta bo'lganimizdan keyin konkurslarni boshlaymiz. Sezon paslar ochamiz. Sezon paslar sovg'a qilamiz yoki sezon paslar olib beramiz. Xullas shunaqa qilamiz hali. Siz obuna bo'lib qo'ying. Biz davom ettiramiz. Laymerga beramiz. Keyin Portugaliya bilan Kongo o'yini ham 1-0 hisob 1-1 bo'ldi. Birinchi menimcha hisobni Portugaliya kiritdi. Keyin Kongo kiritdi. Hisob 1-1 bilan yakunlandi. Yana bir o'yin Angliya bilan Xorvatiya o'ynadi. Yana Harry Kane bilan Luka Modric hisob 4-2 ga Angliya hisobiga bo'ldi. Endi ko'p foiz bilan Angliya yutishi kerak edi va Angliya yutdi. Xullas, futbol yangiliklari hozircha shu. Bilganim. Xo'sh, hozir o'yindan keyin Laymerni statistikalarini ham ko'rib chiqamiz. Lekin hisobni tenglashtirmasak, ochib qo'ymasak bo'lmaydi. Kubo bilan Laymer, Yaponiya va Avstriya o'yinchilari yomon emas. Lekin menga bular umuman kerak emas. Laymer Avstriya balkim chiqar, balkim chiqolmas Avstriya, lekin menimcha chiqolmasa kerak Avstriya keyingi bosqichga. Yaponiya ham chiqolmasa kerak. Chiqsa agar 85 juda ham yaxshi Rafinha bilan hisobni ochib qo'ydik do'stlar. Biz davom ettiramiz. Kubodan ajoyib assist va gol. Hozir vaqt kamligi bo'lgani uchun sal tezroq gapirishga harakat qilyapman va tez-tez ma'lumotlar berishga harakat qilyapman. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ying. Xo'p. 12 daqiqa qoldi. Shu 12 daqiqada faqat Laymer bilan o'ynatamiz. Laymer birinchi o'yindan juda ham katta xatolar qilyapti. Endi keyingi o'yinlarda ko'ramiz. Agar mabodo bular ko'tarilmay qo'ysa, men bularni o'sha special coachlarga bermoqchi edim, lekin bunday qaragandan keyin ularni berib bo'lmas ekan. Hozir ko'rsataman bularni ham do'stlar. Xo'p, o'yinni davom ettiramiz. Dembele bilan ketyapmiz. Bitta Kuboga pas bermoqchi edim, lekin bermadim, mayli. Rafinha o'chirmadi-da. Kubo bitta gol ursa yaxshi bo'lar edi. Qizil kartali player. Uramadi, lekin assist qildi yaxshi. Yomon o'yinchi emas. Kubo o'zi hayotda ham qaysi klubda o'ynashini bilmadim, lekin Kubo yaponiyalik. Yaponiya chiqish foizi ham bor, lekin Avstriya chiqa olmasa kerak. Xo'sh, o'yinimiz yakunlandi. Endi hozir sizlarga ko'rsataman. Va Laymer yaxshi. Lekin menimcha yaxshi o'ynay olmadi Laymer. Demak, bizning boshqa o'yinchilarimiz ham yaxshi o'ynay olmabdi. Xo'sh, biz davom etamiz do'stlar. Endi transfer bo'limiga kirib, menejer playerga kirsak mana. Bosyapmiz. Bu yerda nima deb chiqyapti? Dynamic stars cannot be coached and will be available to release for a common special coach 48 hour after the final progress applet. Xullas buni unchalik tushunmadim. Menimcha bular finalga chiqqandan keyin berilsa kerak yoki berib bo'lmaydi. Menimcha berib bo'lmaydi. Xo'sh, bo'lmasam bu ikkovini statistikalarini ko'rib chiqamiz. Kuboni ko'rib chiqsak bizda tezlik 83, tezlanish 88. Bu yomon emas, yaxshi. Stamina 76, odatdagidek strange hujumchiga kerak emas. Bu yaxshi, kontrol 87 deb bo'ladi. Pas bilan shot sal past ekan. Endi yomon emas. Tackling joyida chap oyoq ekan, bu sal past ekan, lekin men bu o'yinchiga o'ndan 7 bersam kerak. Xo'sh, Laymerga o'tamiz. Tezlanish 88-82, stamina 84, strange 68, yomon emas bo'ladi. Endi strange sal 70 plus bo'lganda ham yaxshi bo'ladi. Kontrol kerak emas, to'g'ri. Pas 84 bu juda yaxshi. Shot 67
Bu ham juda ham yaxshi, chunki uglovoydan kelgan payt gol urishga ancha oson bo'ladi. Xo'sh, takling 82, bu ham zo'r. Xo'sh, men bunga 10 dan 8 beraman. Xo'sh, endi videoni tugatsak ham bo'ladi. Bugungi videomiz juda ham ajoyib bo'ldi degan umiddaman. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Keyingi videolarda ham ajoyib videolar chiqaramiz, kontentlar qilamiz. Siz obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan Deylis Komilov edi. Xayr.